Ayvash akani men videolarini ko'ruvmidingiz? Men ko'rib jinni bo'lib qolay dedim. Oxirigacha ko'ring-da. 200 mingga, 200 ming dollarga Sirdaryoni sotib olasizlar. Akalar, Sirdaryo, realniy Sirdaryo. Akalar 1 gektarlik hovlisi bilan, bir necha yillik archa daraxtlari bilan 1 gektar. U 1 gektarni ichida 3 ta mini kottej va bitta katta kotteji ham bor ekan. Ichidagi kamchiliklarni o'zingizlar to'g'rilab olasizlar. Hattoki basseyn ham bor. Toza emas u, lekin ozgina ma'rifat qilib to'g'rilab olsa bo'ladi. Unaqa katta ish ham yo'q. Bu yerda ham garaji bor ekan. Bu garaj nimani ketsam, katerlar uchun garaj bor ekan. Ya'ni katerni mashaqqa tushirib, suzib, qirg'og'i naryog'iga borib, tabiat qo'ynida ov qilsanglar bo'ladi. Chunki u yoqda odam yashamaydi, kommunikatsiya hech balo yo'q. Svet tok bormi, gaz bormi desanglar, bu yerda hamma sharoitlar bor. Ishoninglar, katta tepa qo'yilgan, butun bir mahallaga yetadigan toki ham bor ekan. Mana shu tepani o'zi tortib kelishlari bilan o'rtacha bir 60 ming dollarga tushadigan narsa. Shunchaki tepani o'zi. Ovchi akalar, bilamiz. Boylik darajalar qanchadirga yetgandan keyin ovchi bo'lgansizlar. Chunki ovchilar boylardan chiqadi, ovchilar. O'zi haqiqiy erkaklar o'zi ovchi bo'ladi. Yo hayvonlarni ovlaydi, yo ovlaydi. Mana nima deb o'ylaysizlar? Albatta, kater shunday pastga tushirib yuborasiz, daryoga borib suzib ketaverasiz. Xohlasangiz bunaqasiga 15, bunaqasiga 15 kilometr suzib, ovingizni qilib maza qilib ketasiz. O'zi garajingizda ikkita kater bor ekan, bittasini sizlarga bonus qildirib yuboramiz. 200 ming dollar ichida, onasi ham. Lekin 200 mingdan kami yo'q. Oldindan aytaman, tezroq zaklat berib olib qolinglar. Toshkentdan kelganingizda Chinozdan shuni o'tishinglar bilan, Sirdaryoni mostidan o'tishinglar bilan shunda post bor. Postdan chap tomonda ichkariga 5 minut yo'q. Mana shu realniy joy egalari bilan gaplashdim. Bu yerda arzon qo'yganlari uchungina odamlar shubhalanib hali olishmagan. Lekin telefon tinmagan, portlab ketgan. Hojaga mabodo siz shunaqa shubhalanib o'tirmaysiz-ku, вообще shikalat narxi, ya'ni suv tekin narxi, shunchaki zdaniyalarni, tepalarni narxi ham emas. Shunaqa narxga srochniga shu joyi bosib olsangiz bo'ladi. Telefon qilingda, baraka qilingda, mazza qilib dam oladigan o'zingizni sobственный 1 gektarlik joyingiz bor. Bosib oringlarga ketib qoladi bunaqa narxga, ishoning. Prosta arzon qo'yilgani uchungina shubhalanib olishmagan. O'zi kamida 350 ming qo'ydirmoqchi bo'lgan ekanlar shu joyga.